Bari tirsillagan narsa zo'rda mana shu tarvuzlarni bitta berib beringlar-chi. Ada uyga qovun ham olaylik. Bizga uyga qovun kerak emas, jon o'g'lim. Bitta uyga bitta qovun yetadi. Xotining bor, katta qovun. Uyga borib osh bo'lsamiz, ha? Nima bossalaring bosinglar, meni bosadi qanjayim bor. Nima ey? O'rtalarimizda hashar, o'rtamizga tomga loy bosishimiz kerak. Ketdim men. Hashar. Zay, osh qilmay qo'yaverasan shekilli. Adamgiligi ham kechqurun uyda bo'lmasa kerak. Jonim senga qurbon bo'lsin. Palavina maya so'nishga. Onasini emmasin, Zay. Kechqurun biz ham bardiki pul kerakmi shekilli. Nech pul pensiya olasiz o'zi? Nech pul pensiya olsam ham topganim sizniki. Ana endi ikkita tekin o'g'riga bergandan sizga berganim yaxshi foyda. Bo'yningizga o'sin bo'lsin. Assalomu alaykum. Misol oqshomida ko'nglingiz nimani tusaydilar? Nima zakaz beramiz? Xolajon, nima zakaz berasiz? Xola emas bu. Milashga. Endi ular uyg'onaynim gör o'limi. Endi biz tomga loy bosgani keldik. Loyni beringlar. Beringlar. Samonda aralashtiraymi? Ye, nima bo'pti o'zi? Oshing halol bo'lsa ko'chada yeydi. O'zim seni himoya qilaman, gulim. Baqa qara. Adaligi loy yomon chaplab qo'yibsiz. Endi o'lim bunday gap. 50 yildan beri sahrani o'rtasida chanqab yotgan to'yada yotganimda, mana shu juvon yelkam yerga turdi, tushundingmi? Men ham mujikman, sen ham menda tipa mujikroqsan. Yo'q, qolsan yo'qligicha qolsin-a, jon o'lim. Bo'ldi. Men ham seni tek qo'yaman, sen ham meni tek qo'y. Baxtimga to'siq olma. Undan ko'ra uyga borda. Mana shu ishlarni qilib yur, tir yo'qol. Ada suyukli xotinimga nima deyman? Dadam bizga uka kelarkan deysan.